To'xtang, mana shu video albatta siz uchun foydali. Mana shu ko'rib turgan devorlar mana shunday yumshoqqina bo'lgan bloklarda qurilgan. Ayrim odamlar aytishadiki, bunaqa blokka hozir shikaturga qilib bo'lmaydi, lekin hamma narsani yo'li bor. Biz bu yerda mana bu yo'lni qo'llayapmiz, ya'ni bu devorlar bir qator tozalab turib, keyin yaxshi gruntovka beriladi. Undan keyin yaxshi kafilni keladi, olinadi, bir qator surkaladi. Undan keyin mana bu setkani ustidan shunday yopishtiriladi. Undan keyin yana bir qator kafilni keladi. Mana bunday taroqlarda tarab turib, keyin mana bunday qoziqchalari bor. Qoziqchalarni qotirib, undan keyin polda rovnaligini tekizlash uchun mayaklar qo'yiladi. Mayakdan keyin bemalol shikaturishning smesi bor. Shunda tekizlab shikaturga qilinadi. Qo'ziqorinni mana bunday qilib teshib olib turib, keyin qo'ziqorinni shunday qiladi. Qisilib zich bo'lib kelyapti. Undan keyin ustidan bunaqani qo'yib qo'yiladi o'zini. Shu bilan mustahkam bo'lib inshaalloh turadi. Bu foydali ma'lumotni devorni urayotganlarga va urmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yinglar. Foydali ma'lumotlar uchun bitta like bosib ketinglar. Sizlar bilan men Sirojbek. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.